Nima buzildi, nima g'ichirlayapti? Ovqat yeyapsan meni. Zebo, ovqating tayyor bo'ldimi? Devan bo'ldimi chaqirsam chiqmadingiz? Qanaqa chaqirding? Ertaga ovqatga chiqing deb. Unaqa baland gapirma, qo'shnilar 0-2 qoradi Zebo. Ke bugun sen bilan bitta kino ko'ramiz, ha? O, nima yeb ko'ramiz, davay. Shuni yemasdan ko'rsak bo'lmaydimi? Men nimadir yemasam kinoni tushunmayman ma'nosiga. Pulitni yema. Zebo, meni dardimni eshitmasang bo'lmaydi. Xullas, xo'jayin bilan chiqish olmaymiz. Oylik past. U ishda ishlab 1-2 so'm orttirib bo'lmaydi. Shunga ishdan ketmoqchiman. Narsa yozsanmi? Senga dardimni aytolmay eshit. Shunga mashinani sotsak, kreditlar to'lasak, uni ustiga kvartirani pulni so'rab yotibdi. Bu bilan ham bu turishda urushib qolam. Zebo! 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 Bu qiz yana qayerga berkilib narsa yotgan bo'lsa, ha? Nima bu? Lapsha bilan kalbasan? Bo'pti, yaxshi o'tir. Umid aka, kelishda marakuya olib keling, yegimiz kelyapti. Bo'ldi. Hozir olib kelaman. Dastlabki biz bolamizga. Qanaqa bo'lamizga? Ikkini bizagadir. Yo, men o'zimni ichimdagi qurtlarim, bakteriyalarim hammasini elkaydim. Ko'rdingizmi? Men faqat o'zim o'ylamayman, ko'pchilik o'ylayman.